Qarang Abdulloh, Instagramda obunachilarga bir emas 20 ta ko'p yozib beribmiz. To'g'rimi? Faqat YouTube'dagi obunachilarimizga ham beraylik bir narsa misol uchun. Faqat Instagramda obunachilarga emas, YouTube'dagi obunachilarimizga ham bir narsa beraylik. Nima beramiz onun uchun? Keling 3 ta obunachimiz tanlab bir sovg'ani, pul mukofoti, mahsulotlarimizdan misol mahsulotlari makoni turibmiz. Optim joyida, birinchi qo'l joyida nimadir beraylik. Keling bo'lmasa bunday qilamiz. Hop. Xo'p. Konkurs shartlarini o'zingiz tanishtirib o'tasiz. Avvalo birinchi o'ringa mayli biz korxonamiz nomidan $100 so'm, $100 beramiz. Birinchi o'ringa. Birinchi o'rin $100. $100. Ikkinchi o'ringa qancha? Ikkinchi o'ringa mayli $50 beramiz. Ikkinchi o'rin $50. Birinchi o'ringa. Birinchi o'rin $100. $100. İkinci o'ringa qancha? Ikkinchi o'ringa mayli $50 beramiz. İkinci o'rin $50. Uchinchi o'ringa keling, anaqa qilib, pul ko'ramiz. Uchinchi o'ringa sifatli premium mahsulotlarimizdan elegant ko'rpamizni va Golden Sun brendosiz sifatli bemalol to'yga, ko'rmalarga bo'ladimi, sovg'aga bo'ladimi? Shu mahsulotimiz uchinchi o'ringa mutlaqo tekinga O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish xizmatlari ham ichida. Bilamizki, hozirgi paytda O'zbekiston bo'yicha Urikta viloyatiga ushbu mahsulotlarimizni yetkazib berilyapti. Barcha bozorlarga borishingiz mumkin. Golden Sun brendosida mahsulot olishingiz mumkin. Albatta, bozorlardagi dilerlarimizda ham olishlari mumkin. Albatta. Shu mahsulot 100 gacha 3-o'rin olgan bo'lsangiz mutlaqo tekinga olib borib beramiz. Uni sovg'a qilasiz, o'zingiz ishlasangiz ham maza qilib ishlatilgan ko'rpa hisoblanadi. Xo'p, birinchi o'ringa eslatib o'tamiz. $100 beradigan bo'ldik. Golden Sun korxonamiz tomonidan. Ko'rsating $100. Mana rostdan ham, haqiqatan ham $100 birinchi o'rin uchun beriladi, albatta. Bizda hech qanaqa yolg'on yo'q. Ikkinchi o'ringa $50. Xohlasalar karta, xohlasalar naqd berishimiz mumkin. Uchinchi o'ringacha akam aytib o'tgandek, bizning eng premium mahsulotimiz elegant. Hozirgi vaqtda ham bozori chaqqan mahsulot aynan haloqay bir mahsulot hisoblanadi. O'sha g'oyat videolar boshida aytib o'tgan mahsulotlarimiz mana shu bo'ladi. Hop, endi qolgan shartlarni o'zingiz aytsangiz, qanaqa qilib mijozni aniqlaymiz, qanaqa qilib bu sanksiyalar bular kimga beramiz, aynan qanday o'zingiz ko'rsatib beramiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Sovg'ani zo'r qilib beryapmiz. Maksimal darajada Instagramda kuzatib borayotgan obunachilarimiz balki ko'rayotganlar. Chunki Instagram juda ham faollik ko'rsatdi, juda ham xursand bo'ldik. Işte 150-200 ming yaqin insonlar ko'rdi, aktiv qatnashdi. 12 ta viloyat bo'yicha g'oliblarni aniqladik, mahsulotlarni yetkazib berdik. Agar YouTube'da ko'rayotgan bo'lsangiz, Instagramda ham goldensun.uz deb qidirsangiz Instagramda ham bormiz. G'oliblarimizni ko'rishingiz mumkin va o'zlarining otiblarini eshitishingiz mumkin. Bu YouTube sahifamizni yangi ochib rivojlantirishni boshlayapmiz, xudo xolasa, o'z ish faoliyatimizda. Ma'lumot sifatida aytib o'tay, Golden Sun fabrikamiz 2016-yildan buyon Farg'ona shahri Bag'dod tumanida ish faoliyatini olib bormoqda. Hozirgi kunga qadar 100 dan ziyod shu vodiy ahlidagi istiqomat qiluvchi yurtdoshlarimiz ish bilan ta'minlab ish faoliyatini olib bormoqda. Xitoy bilan to'g'ridan-to'g'ri mahsulotlarni yarim tayyor holatda olib keltirib va zborkasi, endi o'zbekcha gapirgan bo'lsak, qadoqlab bu shu yerda o'zimiz ichki bozor hamda Qozog'iston, Qirg'iziston va Rossiya davlatlaridagi hamkorlarimizga shartnoma asosida yetkazib berilmoqda. Xo'p, YouTube'dagi obunachilarimiz uchun shartlarni qisqacha tushuntirib o'taman. Shartlarimiz shunday iboratki, Instagramda ham xuddi o'sha, bu yerda ham xuddi oson. Endi nima uchun bu $100, $200 bu hali boshlanishi. Bundan-da ko'proq sovg'alarni aynan obunachilarimiz uchun bermoqchimiz. Nimaga? Avvalambor reklama uchun masalan blogerlarga, har xil vaynerlarga, televideniyaga misol prosta pul bergandan ko'ra o'sha pulni har haftaga biz har oy obunachilarimizga berib boraylik va haqdorlarini sizlarning oralaringizda balki siz bo'lishingiz mumkin. Masalan, sizga o'sha pulni beraylik va sizga o'sha mahsulotimizni beraylik, ishlatib ko'rib, haqiqatan o'zingizni ichingizdagi fikrlaringizni ana yaqinlaringizga, qarindosh urug'laringizga o'z fikringizni ayting. Xo'p, shartlari juda ham oddiy. Birinchi shartimiz shunday iboratki, albatta siz bizdan YouTube sahifamizga kuzatib borayotgan bo'lsangiz, albatta sahifamizga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak. Chunki obuna bo'lmasangiz, g'olibni aniqlagan paytimizda jonli efir orqali aniqlaymiz. Siz ko'ra olmaysiz, topa olmaysizdan. Shuning uchun yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'ling va doimiy tarzda kuzatib boring. Bundan-da qiziqarli ma'lumotlar, konkurslarda ishtirok etib qolishingiz ham mumkin. Ikkinchi o'ringa izohlarda eng yaxshi va eng ko'p izoh qoldirgan obunachilarimizdan aniqlaymiz. Chunki kommentariyada ularni aniqlash ancha oson va kommentariyada o'z fikrlaringizni va
pozitiv izohlaringizni yozib qoldirayotgansiz, uning orasida Instagramdagi nicknamingizni ham yozib qoldiring, iloji bo'lsa biz g'olibni aniqlagan paytimizda sizga aloqaga chiqishligimiz uchun va iloji boricha Instagramda goldensun.uz sahifaga ham obuna bo'lib qo'ying. Bu yerda ham doimiy tarzda yangiliklarimiz, konkursimiz qachon aniqlashimiz aytib boramiz. Va g'oliblarimizni obunachilarimiz, YouTube'dagi obunachilarimiz atiga 10k bo'lganda, ya'ni 10 mingta bo'lganda g'olibimizni aniqlaymiz va navbatdagi bundan-da katta sovg'alarimiz, maishiy texnikalarimizni beramiz, xudo xolasa. Shu kabi ma'lumotlarni ham, sovg'alarni ham berib boramiz. Nima deysan, Abdulloh? Bo'ldi. Xudo xolasa xabarlaringizni omad tilab qolamiz. Mana shunday 10 ming k bo'lishimizga yordam bersangiz, ya'ni YouTube sahifamizni rivojlanishiga o'z hissangizni qo'shsangiz, biz ham bundan minnatdor bo'lamiz. Va albatta bu o'z qo'shgan hissangizni hech qachon e'tibor qoldirmaymiz. Boya aytib o'tgandek birinchi o'yinimiz bo'ldi, ikkinchi o'yinimiz bo'ldi, hammasini beramiz. Yana bir narsaki, o'z bu SMM sohasi yoki bu rivojlanish sohasini juda ham yaxshi bilasiz. Bir muddat, ya'ni shuni qo'yib qo'ysak, masalan, mana bu sanagacha desak, baribir obunachilarimiz buni kutib qolishmasin, aynan. Mana shu kun deb qolsa, o'sha kunga harakat qilish meni boshqa nimalarga tavsiya qiladi, o'z yaqinlariga tavsiya qilishlari mumkin. Maksimal darajada ushbu videoni yaqinlar, qarindoshlar, urug'lar guruhlariga, sinfdosh guruhlariga maksimum yuboramiz. Tezroq obunachilar ko'pi prosmotr bo'ladigan bo'lsa, 10 obunachi bo'lgan kuniyoq kommentariyadan siz qoldirgan izohlarni biz olib aniqlaymiz. Balkim o'zingiz, balkim do'stingiz, eng yaqin do'st birodarlaringizga yuborib qo'ying. Shu ma'lumotlarni iloji boricha baribir qarindosh urug', opa-singil va yaqin urug'lar qarindoshga yuborib qo'yarkansiz, ular ham qatnashib g'olib bo'ladigan bo'lsa, balkim siz ham bunga bir sababchi bo'lib qolishingiz mumkin. Shunday ekan, deadline aniq muddat so'nchi balkim bir haftada bo'lishi mumkin. Bu obunachilarimizni bizga ko'rsatgan diqqat e'tibori va birga qo'llab-quvvatlashga bog'liq. Albatta. Uning aynan bu aytayotgan gaplaringiz ham to'g'ri. Buni qancha muddatda aniq bo'lishi, qancha muddatda 10 ming k kuzatuvchi yig'ish, obunachilarimiz albatta. Obunachilarimiz mijozlarimiz uchun Qancha tezroq qo'llab-quvvatlar, kommentariy yozib, bizni qiyin emas. Xavotir olmang, 10 k obunachi bo'lsa bizga YouTube'dan pul bermaydi. Komment yozsiz, prosta bizga ko'proq insonlarga yangiliklarimiz, yangi ma'lumotlar tezroq yetib borsin. Va biz ham shu qo'llab-quvvatlaganlarga yarasha biz ham sizlarga qanaqa imkoniyatlar, yangiliklar, misol uchun aksiya chegirmalarda bepul sovg'alarimizni berib qo'yaylik. Shunday ekan, shunchalik qo'llab-quvvatlab, podдержка qilib turadigan bo'lsalar, bizdan ham albatta sovg'a-salomlar berib olamiz. Inshaalloh albatta. Barchalaringizga rahmat e'tiboringiz uchun. Xudo xolasa keyingi videolarimizda yana bu konkurs bo'yicha yangiliklar bo'ladi deb aytib o'tamiz. Xudo xolasa 10 ming k sizlardan kutamiz. Hammaga omad, e'tibor uchun rahmat. Hozirdan boshlaymiz. Izohlarda eng yaxshi izoh egasini aniqlaymiz albatta. Hozirdan yozib qoldirishni boshlang. Hammaga rahmat. Golden Sun Sog'lom va sifatli yurtning kafolati. Gap yo'q.